Shavkat Miromonovich tomonidan mahallalarni rivojlantirish yili deb e'lon qilindi. Shu bilan birgalikda bizning Yangiyer mahallamiz ham Yangi O'zbekiston qiyofasiga kirish sifatida keng ko'lamli ishlar bajarilyapti. Jumladan ko'chalarni obodonlashtirish, trotuarlar, yo'laklar qurish, chiroqlar o'rnatish hamda xalqimiz ham qarab turmay o'zlari hashar uyushtirib, uyining atrofini tozalab, odamchilik, oqlab, kraskalab, kerakli joylarni beton yotqizib hashar bilan xalqimiz ishlayapti. Bunga mahalla raisimiz, keng jamoa, xalqimiz birgalikda bir yoqdan bosh chiqarib, hasharlar uyushtirib, yoshlarni jalb qilib shu ishlarni amalga oshiryapmiz.